miflar bo'yicha maga Rossiya bilan Xitoy shunday bir-biri bilan shunday oppoq-chapoq bo'lib, harbiy ittifoq bo'lib, birgalikda Amerikaga qarshi turish kerak. Mantiqan to'g'rimi? Mantiqan to'g'ri. Intensiv chuqurlikda joylashgan yirik podstansiyalarni portlatishga tushdi. Rossiya o'sha raketalarni bir oyda 7 ta 8 ta dona ishlab chiqaradi. Bu jiddiymi? Bu jiddiy. Bu Ukrainaga biz aytgan simmetrik paritetli urushni ta'minlab beradi. Qaytanga Rossiyaga nafrat kuchaydi. Storm Shadow. Bu esa Iskandar raketalarining kuchlari. Bular va fransuzlar ham Skalpergan, u ham xuddi shu Storm Shadow'ni analogi, bir xil, faqat nomlari sal boshqacha. Mana Ursula von der Leyen aytdiki, biz uni kredit deb beramiz, 0 qiymatda. Lekin buni Ukraina qachon to'laydi? Qachonki Rossiya Ukrainaga keltirgan 525 milliard dollar zararni qoplasa, kompensatsiya qilsa. Boshqacha aytganda hech qachon. Umuman Ukraina mana shu oktyabr oyidan boshlab Shuhrat aka AQSh va Yevropada, ya'ni mana masalan AQShdan Eram, Buyuk Britaniyadan Storm Shadow, Fransiyadan Scalp raketalarini olishni boshladi. Bu raketalar uzoqqa uchadigan raketalar sanaladi Shuhrat aka. O'zi bular ishga tushdimi Shuhrat aka? Mana shu raketalar. Tushyapti. Endi tushdimi yo tushyapti? Mana qarang. Shartnomaga ko'ra Amerikaning o'sha Eram raketalari bular o'sha biz aytgan Tomahawk raketaning kuch va qudrati bo'yicha yarimlariga tengda. Uzoqligi bo'yicha 450 kilometr, yuk tashish bo'yicha trotil ekvivalentida 260 kilogram yuki bor, ha? Juda yaxshi qurol. Qudratli demasak ham juda yaxshi qurol. Ikkitasi bilan Rossiyaning butun boshli bir katta korxonalarni vayron tashlash mumkin. Shundan shartnomaga ko'ra oktyabr oyida 10 dona berilgan. Lekin mana noyabr oyidan boshlab har oy 100 donadan oladi. Har oy 100 donadan. Endi mana shu taqqoslash uchun Rossiyaning shunga teng nisbatan teng qurolli Iskandar raketalari ular ham 500 kilometrga uchadi. Bu endi 450 deyapmiz-ku, ha? O esa 500 kilometrga uchadi. Endi yuki sal ko'proq Iskandar. 2 barobar ko'proq 500 kilo yuk bilan boradi. Lekin buning ikkitasi bitta Iskandarga to'g'ri keladi. Rossiya o'sha raketalarni bir oyda 7 ta 8 ta dona ishlab chiqaradi. Bir oyda. Bularga 100 ta bermoqchi bo'lyapti. Har oy noyabr oyidan 100 dona bermoqchi bo'lyapti. Ko'rdingizmi? Bu jiddiymi? Bu jiddiy. Bu Ukrainaga biz aytgan simmetrik paritetli urushni ta'minlab beradi. Simmetrik va paritetli urushni. Bundan tashqari miqdor aytilmayapti, lekin Britaniya Ukrainaga Storm Shadow, bu esa Iskandar raketalarining kuchlari. Bular 550 kilometrga uchib boradi, Iskandar 500 kilometrga. Va yuki ham shu teng ikkalasi. Faqat 50 kilometr uzoqroq uchadi, yuki teng. Buni soni aytilmayapti, lekin berilgan qurol bemalol 3-4 oyga yetadi deb aytildi. Bu degani bir 150 donalar bergan bo'lishi ham mumkin. 100 tadan aniq ko'p berilgan quroldi. Va fransuzlar ham Skalpergan, u ham xuddi shu Storm Shadow'ni analogi, bir xil, faqat nomlari sal boshqacha. Ular ham qancha berilganligi aytilmayapti, lekin ular ham anchagina bergan bo'lishi mumkin. Har xil yangi yilgacha bu qurollar yetadi. Hozir Ukrainalarning o'zlarining mana shu dronlari, mana baligi Lyuty, haligi aeroplanga o'xshagan uzoq masofaga uchadigan dron samolyotlari, keyin mana Polonitsa, undan keyin mana bu Flamingo kabi uzoqqa uchadigan raketalardan tashqari G'arbning, Amerika va Yevropaning yana mana shuncha miqdorda raketa yordami bo'ldi. Endi bu qurollar bilan
dekabr oyidan boshlab mana shu Flamingo raketasini Ukraina bir oyda 30 dona ishlab chiqaradi. Kuniga bittadan ishlab chiqaramiz degan. 30 dona. Chunki buning ishlab chiqarish tannarxi arzon va bu sal soddaroq qurol hisoblanadi, lekin effektiv qurol. Sodda degani bilan u effektiv qurol. Ana shu qurollar bilan bugun endi Ukraina Rossiyaning bemalol harbiy nimasiga, iqtisodiga, infrastrukturasiga sezilarli zarbalar berishni boshladi. Shuhrat aka, agar Ukraina Rossiyaning iqtisodi va energetikasiga mana shunday zarbalarni keltiraversa, bularning oqibati qanday bo'ladi? Avvalo shuni bir yana qanday bo'layotganligini ham bir eslatib qo'yaylik. Mana shu bir oy ichida hali mana bu biz aytgan Iran raketalari bor yo'q 10 dona dedik, Iran raketalari. Endi mana har oy 100 tadan beradi. Shularsidan Ukraina nima qildi? Ukraina hozir o'zi bilan chegara bo'lgan Kursk viloyati, Belgorod viloyati, keyin bu yoqda pastdagi mana bu hariga Krasnodar viloyati, keyin yana Bryansk viloyati, mana shu viloyatlardagi ularning qariyb har qaysida bittadan issiq elektr energiyalari bor ekan. ISlar, issiqlik elektr stansiyalari. Hammasini portlatib tashladi. Va endi intensiv chuqurlikda joylashgan yirik podstansiyalarni portlatishga tushdi. Boshqacha aytganda, chegara bo'yi viloyatlarning hammasida blackout keltirib chiqaryapti. Svetning yo'qligi, mana shu ishni Rossiya qariyb 4 yildan beri Ukrainaga qilib kelar edi. Shu yo'l bilan ularning mantig'i bo'yicha qishda hammani sveti va gazlarni yo'q qilib muzlab qoladi. Keyin katta shaharlarda Ukrainalar ko'chaga chiqadi. Yo'qolsin urush, yo'qolsin Zelenskiy urushni to'xtatmayapti deb oxir-oqibat biz yengamiz degan shu reja bilan 4 yildan beri harakat qilyapti, lekin ularning aytganlari bo'lmadi. Xalq qaytanga jipslashdi. Hokimiyat, armiyasi atrofida jipslashdi. Qaytanga Rossiyaga nafrat kuchaydi va G'arbning berayotgan shu gumanitar yordamlari tufayli ular har qishni qiyinchilik bilan bo'lsa ham har qalay eplab chiqyapti-da. Mana bu yil ham mana shu Norvegiya hukumati aynan shu Rossiya Ukrainaning energetik nimalariga berilayotgan zarbalarni kompensatsiya qilib ularni qayta tiklash uchun juda katta miqdorda kredit ajratyapti. Bu kreditni Yevroittifoqdan garantiyalashni so'radi. Yevroittifoq hozir Yevroittifoqning o'zi ham harakat qilyapti. Yevroittifoq Rossiyaning o'sha Bryusselda muzlatilgan, Belgiyada muzlatilgan 280 milliard dollarlik pulning 140 milliard dollarini Ukrainaga bermoqchi bo'lyapti. Uni demak haligi mana Ursula von der Leyen aytdiki, biz uni kredit deb beramiz 0 qiymatda. Lekin buni Ukraina qachon to'laydi? Qachonki Rossiya Ukrainaga keltirgan 525 milliard dollar zararni qoplasa, kompensatsiya qilsa. Boshqacha aytganda hech qachon. Ukraina 140 milliard dollarni olib, bu Rossiyaning puli. Rossiyaning o'ziga qarshi endi urushadi. Shu pul bilan 2 yil mobaynida urushishi mumkin ekan. Mana bu o'zining ham iqtisodiy infrastrukturasini qo'llab-quvvatlab, ham qurollanib, boshqacha aytganda Rossiyaning puli, frontning bu tomonda ham Rossiyaning puli, bu tomonda ham Rossiyaning puli. Mana bu tomondagi Rossiyaga berilgan pullar Yevropaning o'sha Rossiyadagi muzlatilgan pullarini, Rossiyaning pullarini olib, ularga berib yuboryapti. Va aytayaptiki, qachonki Rossiya hisob-kitob bo'yicha minimal 525 milliard dollar zarar keltirildi deb baholangan. Shuni Rossiya to'latsa,
Yevroittifoq 140 milliard dollarni Ukrainadan olib Rossiyaga to'lab beradi. Endi qarang, umuman amalga oshmaydigan ish. Boshqacha aytganda Rossiya bu pullarni hech qachon ko'rmaydi. Chunki Rossiya bu 525 milliard dollarni qayerdan to'laydi? Pul yo'q-ku. Va bu qancha pul bilasizmi? Rossiyaning o'zi urush boshlanmasdan oldin oltin valyuta zaxirasi shu miqdorda edi. Uni butun talon-taroj bo'lib ketdi, yo'q bo'lib ketdi hammasi. Shuhrat aka, tomoshabinlardan bitta savol har doim beriladi. Shuning uchun bitta savol kelibdi Buxorodan. Shuhrat aka, Rossiya Ukraina urushi endilikda nafaqat geosiyosiy, balki iqtisodiy modelning sinovi bo'lib qoldi. G'arbning sanksiyalari va Rossiyaning ichki iqtisodiy moslashuvi fonida biz aslida qaysi tizimning chidamliligini kuzatyapmiz? Global liberallashgan iqtisodiyotnimi yoki avtonom milliy iqtisodiy modelnimi deyapti. Endi avtonom milliy model ham deb bo'lmaydi. U o'zi Rossiyaning iqtisodi ham dunyo iqtisodiga mutlaq integratsiyalashgan dunyo iqtisodining bir bo'lagi edi. Endi urush boshlangandan keyin Rossiya iqtisodi hamma tomondan qirqib tashlandi. Tomirlarini, aloqa tomirlari qirqib tashlandi. Endi ko'p gapirdik bu haqda. Yana men lozim savol beribdi, endi ozgina tushuntirish beramiz. Rossiya iqtisodiy kollaps boshlanishi arafasida. Endi haligi bir kecha bir boshqa bir platformada menga har yili Rossiya sindi deb ayblov qo'yasan. Rossiya sindi deb hatto nafaqat har yili, kecha ham shu gapni aytganim yo'q. Kecha men aytdimki, Rossiya 2026-yil Rossiya iqtisodi byudjet defitsitini qoplay olmay tormor bo'ladi dedim. Sindi deganim yo'q. Va 26-yilda bespretsedent byudjet taqchilligi kelib chiqyapti. Rossiya iqtisodini muttasil cho'kayotganligini har doim aytamiz. Har yili urush boshlangandan beri u shu 20% dan 23, 25, 27% bir yildan bir yili shu ozgina farq qiladi. Shu cho'kib boryapti. Ahvol xuddi shu SSRning shu 89-90-yillarini eslatyapti. Faqat farq shundaki, tezlik 2 barobar ko'p. Qulash tezligi 2 barobar ko'p. Neft ning narxining arzonlashish tezligi ham shu Gorbachev davridagi qaraganda 2 barobar tezlashib ketdi. 2 barobar. Endi qarang, juda qiziq voqea yuz berdi. Kuni kecha Saudiya Arabistoni Xitoy va Hindistonga Rossiya narxida neft sotaman deb aytdi. Bu mutlaqo bir aql bovar qilmaydigan Saudiya Arabistoni tomonidan bir jest. Chunki biz bunday kelishuvni bo'lishini hech bir o'zimiz ham hatto prognoz qilganimiz yo'q edi. Albatta, shak shubhasiz Hindiston ham, Xitoy ham Saudiyaning neftini jon deb oladi. Sababi o'zi sifat bo'yicha Saudiya nefti Rossiyaning neftiga qaraganda juda sifatli. U ishlov berishda, iqtisod qilishda ancha farqlari bor. Rossiya neftida sera degan modda juda ko'p miqdor, uni qayta tozalab olish uchun ham murakkab texnologiyalar ishlatilinadi, elektr energiyasi sarf qilinadi. Bu ma'noda endi Saudiya Arabistoni o'zining shu Rossiya iqtisodining qulashiga ulushini qo'shdi. Hozir mana intensiv shu shartnomalar imzolanyapti ekan, ham Xitoyda, ham Hindistonda. Chunki bu biznes, haligi bir bizni ayrim bir haligi nima deymiz endi, shu kuzatuvchilar bor. Ular ichida bir qism shu nimalar ham bor, haligi siyosatshunos deganlarimiz ham bor, bir miflar yaratib olganda o'zlaricha. Miflar bo'yicha
Maga Rossiya bilan Xitoy shunday bir-biri bilan shunday appoq-chapoq bo'lib, harbiy ittifoq bo'lib, birgalikda Amerikaga qarshi turish kerak. Mantiqan to'g'rimi? Mantiqan to'g'ri. Shu narrativni urush boshlangandan beri tinimsiz bir ayrimlar sayrab keladi. Aytadiki, Xitoy deydi, Rossiya bilan deydi, yaqinlashadi endi deydi. Ikkalasining ham dushmani bor-ku. Boshqa iloji yo'q-ku. Masalan, tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Shu Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi savdo aloqalari, Rossiya bilan Xitoy bilan Yevroittifoq va Xitoy bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi savdo aylanmalarini taqqoslaydigan bo'lsak, 10 barobar farqi bor bu yerda. 10 barobar Rossiya foydasiga emas. Mana oddiy savol, ixtiyor. Siz do'konchisiz-da, masalan, men har kuni bir kliyentni har kuni, har oyda sizni do'koningizdan, oziq-ovqat do'koningizdan 5 millionlik savdo qilaman. Eng yaxshi mijozlarimdan biri. Masalan, mana Asror sizdan 400 minglik savdo qiladi. Siz 5 million. Men 5 million, siz men 400 mingda 5 millionni kechishim. Siz men bilan urushasizmi? Yo'q, albatta. Sizning doimiy klientingiz, Albatta yo'q. Siz meni albatta yaxshi gap bilan kutib olasiz, yaxshi gap bilan kuzatib qo'yasiz, to'g'rimi? Asror qancha sizga qarindosh bo'lgan taqdirda ham siz hech aslo voz kechmaysiz-ku bu savdodan. Uzun og'ayni endi tirikchilik bu biznes deyiladi. Biznes deyiladi. Shu bizning haligi shu Qo'shtirnoq ichidagi ayrim haligi bir o'ta shu nazariy geosiyosatchilarimiz bor. Nazariy geosiyosatchi. O'shalar nazariy geosiyosatchilarning talqini bo'yicha yo'q. Bu mana ikkalasi birlashib hali yaqin-yaqingacha mana ko'rasizlar, Eron, Xitoy va Rossiya harbiy blok tuzadi. NATOga o'xshagan harbiy blok. Keyin Amerikani, Yevropani anday qilib tashlaydi, mana bunday qilib tashlaydi. Sharda ham, baraka topkurlar, sapsatani sotmanglar deymiz, lekin shu sapsata baribir sotilaveradi.